Nolan vs Tarantino. Kim zo'r rejissyor? Bugungi kunda kinoni Nolan va Tarantino kabi buyuk rejissyorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biri murakkab syujet va vaqt bilan o'ynasa, ikkinchisi o'tkir dialoglar va stilizatsiyalangan zo'ravonlik bilan tomoshabinni lol qoldiradi. Lekin kim kuchliroq? Keling, solishtirib ko'ramiz. Christopher Nolan murakkab syujetlar ustasi. Nolan filmlarining asosiy xususiyati murakkab syujet va vaqt bilan o'ynash. Inception'da tush va haqiqat chegarasi noaniq. Interstellar'da esa vaqt o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hatto Tenet'da butun syujet orqaga qaytuvchi harakat orqali qurilgan. Vaqt bilan eksperimentlar. Memento Nolanning eng noodatiy filmlaridan biri. Film orqadan oldinga qarab rivojlanadi va tomoshabin ham bosh qahramon bilan birga haqiqatni tushunishga harakat qiladi. Nolan imkon qadar haqiqiy maxsus effektlardan foydalanadi. Masalan, Interstellar'dagi qora tuynuk NASA ilmiy maslahatlari asosida yaratilgan. Dunkirkda esa haqiqiy samolyotlardan foydalanilgan. Va albatta, Hans Zimmer. Uning musiqasi Nolanning filmlariga kuchli atmosferik ta'sir beradi. Quentin Tarantino o'tkir dialoglar va stilizatsiyalangan zo'ravonlik. Tarantino dialoglar ustasi. Uning filmlarida har bir suhbat o'ta mazmunli va hayotiy. Pulp Fiction'dagi suhbati, Django Unchained'dagi xarakter rivojlanishi bularning barchasi Tarantino uslubining namunasi. Tarantino zo'ravonlik sahnalari san'at darajasiga ko'taradi. Kill Bill'dagi janjal sahnalari yoki Inglourious Basterds'dagi noxush va hayratlanarli yakunlar barchasi Tarantino uslubining bir qismi. Tarantino eski filmlarga ko'plab havolalar qiladi. Masalan, Once Upon a Time in Hollywood klassik Gollywoodga hurmat bajo keltirish bo'lsa, Django Unchained esa eski western filmlaridan ilhomlangan. Nolan syujet murakkabligi va vizual mahorat ustasi. Tarantino esa sifatlar va uslub bobida yetakchi. Lekin qaysi biri kuchliroq? Bu tomoshabinning didiga bog'liq. Siz nima deb o'ylaysiz? Nolanmi yoki Tarantino? Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi va nima uchun? Izohlarda fikringizni qoldiring va salomat bo'ling.